azani dasturxonini. Ha, azada juda O'zi bu aza-ku. 7, 20, 40 mana har bittasi. Bir amallab Toshkentda ahli ilmlar ko'pligi uchun Toshkentda mana shunaqa narsalarni qisqartirishdi. Viloyatlarga chiqing. O'lgan kunidan boshlaydi. Ana bechora o'zi otasidan ayrilgan, yo onasidan, yo xotini, yo eri, yo aka-ukasi. Yana Qarzga kirgizib, uni ham o'lishiga tayyor qilib qo'yibdi. 7 shomoshi, payshanbaligi, seshanbaligi, palonchisi, pismoda. Bir 3 oylar tinch qo'ymaydi. Mahalladagilar ham kelaveradi, qarindoshlari ham ana bechora oxiri qarzga botib, rasvosi chiqib, azasi ham esdan chiqib ketadi. Qiziq o'shan tirikligida kelmaydi. Ha, endi dasturxonga qo'ygan narsalarni aytsangiz. Azaku uni. Ana bitta esi chiqib qoladi, mahalla raisimi kimdir cho'di, to'y bu deydi-da, bosa-bos xalqning duosini olish kerak. Yo'q. Azaku 3 kun aza, tamom bo'ldi. Unda ham taomni majburlab qildirish mumkin emas. Ana endi bu narsalarni to'xtatish uchun maxsus bir ilmlarni olish shartmi? Yo'q, shart emas. Shunchaki ozgina miyani ishlatsa bo'ldi. To'lagan aka, Ilohimjon, ozgina